Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisizlar? Sizlar mana kay ahvolimiz. Mana shunday qilib bizni ko'chaga chiqarib tashlayapti. Mana sovuqda mashina yuribmiz. Endi biz qayerga boramiz hozir biz? Qayerga boramiz? Borayotgan joyimiz yo'q mana. Bizni mana ko'chaga chiqarib tashladi mana kay. Mana biz ahvolimiz mana ko'rib qo'yingizlar. Hamma narsamiz ko'chada. Bolalarim ko'chada yuribdi. Mana ko'rib qo'ying ahvolimizni qarang bizda. Hurmatli prezident otajon, manakay bizni ahvolimizni ko'ryapsizmi mana? Siz prezidentman deb yuribsiz. Manakay prezident bo'lib turib, mana fuqarolarni qanday qilib ko'chaga chiqarib qo'yayotganlarini ko'rib qo'ying siz. Siz nega uchun qaror chiqargansiz? Nima? Fuqarolarni shunaqa ko'chaga chiqarib qo'ysin deb qaror chiqarganmisiz, prezident bova? Mana ko'rib qo'ying ahvolimizni. Borayotgan uy joyimiz manakay buzib yotibdi, chiqib olib. Mana hamma yerda buzib yotibdi. Biz hozir qayerga boramiz? Ayting. Uy joyimiz yo'q. Uysizlar qancha mana? Uysizlar yo'qligi uchun qanchalar ko'chada yuribdi hamma odam. Biz hozir mana qayerga ketamiz? Ayting. Mana ahvolimizni ko'ryapsizmi? Qayerga chiqarib tashlayapti. Itni ham ko'chaga naqd uloqtirmaydi manakay narsalarimiz. Mana hozir mashina topib bering deb aytsak, kerak bo'lsa o'zing topib, qaydan topsang top deb chiqarib tashlayapti manakay. Ko'rib qo'ying ahvolimizni.